Keyingi masala mana bunaqa masala. Qarang, bitta dona ham berilgan narsa yo'q, hech narsa yo'q. Qizil kvadrat yuzalari ko'k kvadrat yuzining necha foizini egallagan? Ozgina pauza qilaman. Qani fikr bildiringchi, mana bu yer yo'q bo'lib qolibdi. Chat. Mana shunaqa masala yechib bo'ladimi? Betartib joylashgan qizil kvadrat yuzalari 4 ta, tashqarida nima bor? Ko'k kvadrat bor. Qizil kvadrat yuzasi ko'k kvadrat yuzasining necha foizini tashkil qiladi degan savol qo'yilgan. Bitta dona bir berilgan masofa yoki boshqa narsa yo'q. Men ataylab pauza qilyapman. Qani, qanday qilib yechib bo'ladi? Fikringizni qoldiringchi. Ismi familiyasi bilan o'qiyman. Shuni qanday yechgan bo'lardingiz? Masalan, Drakon 777 yechib bo'ladi. 4 dan 1 qismini tashkil qilyapti. Yaqinlashdingiz. Har xil nimalar kelyapti. Keling, qanaqa yechilishini ko'ramiz endi buni. Bu qarang, ana kirmoshinga 4 ta kubikda sovurganga o'xshaydi. Kirmoshin masala deb nomlab qo'ying mana. Siralka masala deb. LG kir yuvish mashinasining masalasi deb qo'yamiz. Qarang, dadan qanday yechish kerak bu masalani. Mana bu yoqqa o'tkazamiz. Mana bu kubikni olaman. Bu kerak emas menga. Umumiylikka putur yetkazmagan holda buni chiqarib tashlaymanda, mana bu kubikni o'rtaroqqa suraman. Qarang, e'tibor bering, mana kublarning mana bu chetlari nima qilib turibdi? Aylanaga urinib turibdi. Mana chetlari. O'rtadagini shunaqa sursam, mana bunaqa shakl paydo bo'ladimi? Sal burilgani bu endi qarang. Kichkina kubikning tomonini A deb olaman, bu yoqqa ham A bo'ladi. Kvadratlar-ku bu yerda. Chunki masala shartida qizil kvadratlar yuzalari ko'k kvadrat yuzining deb boshlangani, bu ham kvadrat ekanligi aniq. Shuning uchun qizil kvadrat tomonini o'zimdan qo'shib oldim. A deb. Bu tomoni 3A, bu tomoni A bo'ldi. Mana bu yerda to'rtburchak, uchburchak paydo bo'ldi. Qarang, 3A ga teng, bu yog'i 2R ga teng, mana bu yog'i A ga teng. 2R ga teng. 2R da mana bunaqa tikkasiga ham 2R ku. Tikka 2R'imiz ko'k kvadratning tomoniga teng mana. Ko'k kvadratning tomoni B bo'lsa, xuddi o'sha B'imiz 2R ga teng. Xo'p, endi mana bu yerdan men Pifagor yozaman. A ning kvadrati qo'shilgan 3A ning kvadrati mana 2R ning kvadratiga tengmi? Pifagorga ko'ra 2R gipotenuza vazifasini o'tyapti-da. 2R ning kvadrati teng A kvadrat plus 3A kvadrat qo'shsak 10A kvadrat. 2R'imiz B ga teng bo'lganligi uchun u B kvadratga ham teng. Ana endi ko'k kvadratning tomonini B degan bo'lsak, uning yuzasi B kvadrat bo'ladimi? B kvadratimiz esa 10A kvadratga teng bo'lib chiqdimi? 10A kvadratimiz 100% bo'lsa, mana buning har birining yuzasi nimaga teng mana bu? A kvadratdan 1, 2, 3, 4 tami? 10A kvadratimiz 100% bo'lsa, 4A kvadratimiz 40% bo'lar ekan. Mana shu bir ko'rinishdan, demak, javob 40% ekan. Topganlar bormi ekan? 25%, 45%. Asadbek Shamsiddinov yaqinlashgan ekan. Matematikada topish kerak emas, iloji bo'lsa masalani yechish kerak. Topish bu tavakkaldan topish ham mumkin-da, yechish kerak masalani. 40% ekan. Mana bir ko'rishdan yechish imkonsizdek tuyulgan birorta dona danniy, berilgan, ma'lumot berilmagan masala yechib bo'lar ekan aslida mana. Hech narsa berilmagan. Na radius, na tomon, na boshqa hech nima berilmagan. Qizil kvadrat ko'k kvadratning necha foizini tashkil qiladi degan masalani mana siz bilan birgalikda biz yechdik mana. Yechsa bo'lar ekan Samandar aka.